Ağrıtqan ko'ngilning qarzini hamon to'laysan. Hech qachon bir odamning ko'nglini ağrıtmag'in. Chunki ko'ngil og'riqi dunyodagi og'riqlarning eng yomonidir. Seni har qancha yaxshi ko'radigan odam bo'lsa-mu, sen uning ko'nglini og'irtiyversang, u hamon sendan voz kechadi. Biroq bilib qol, uning qisosi hamon seni tutadi. Hamon bir odam sening ko'nglingni uningdan nechasi og'irtadi. Sening ko'nglingni oyaydigan odam sana qarzdor emas. U sana amroqligidan sana ko'ngil bo'lsa, sen uningga rahmat aytmay, uning ko'nglini og'irtib yursang, undaqda dunyoda sendan hamoqat yana bir inson yo'q. Lekin hamon bir kuni uning qadriga yetasan. Uni izdigin keladi, biroq o chaqda allaburun kechikkan bo'lasan. Hech qanday bir insonni yaratmaganda qiliq qilmag'in. Biz hammamiz oddiy inson. Hech kim boshqalarni yaratmagudek alohida emas. Unutma, bugun otliqlar at piyoda. Bugun sen yaratmagan odamlarga hamon sening hojiting tushib qolishi mumkin. Chunki bu o'tni jahon. Hech kimda qolmaydi.